O'zbekiston yetakchisining tashabbuslari, topshiriqlari, nazorati va qat'iyati tufayli 2024-yilda xorijiy sayyohlar oqimi ilk bor 10 millionlik marradan o'tdi. Bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q albatta. Ilgari uncha-muncha turist O'zbekistonning chegarasiga yaqinlasha olmasdi. Viza va boshqa shu kabi byurokratik masalalar qalashib ketgandi. Davlat rahbari barcha yo'llarni ochdi. Hammasini qat'iyat bilan nazorat qildi va 10 millionlik marra zabt etildi. Qiyoslash uchun 2024-yilda dunyoning 35 ta davlatiga 10 milliondan ko'proq turistlar borgan xolos. Demak, O'zbekiston top 35 mamlakatning biri. Bu bilan to'xtab qolmaymiz. Boy tarixiy madaniy merosimiz, go'zal va betakror tabiatimiz sayyohlarni 2-3 karra oshirishga yetadi dedi prezident. Obrazli aytganda, hamma yo'llar Rimga emas, O'zbekistonga olib borish uchun yanada ko'proq mehnat qilish kerak, ter to'kish kerak. Chunki turizm iqtisodiyotning top tarmog'i. Xo'sh, nima uchun turizmni rivojlantirish kerak va buning aholi uchun qanday afzalliklari bor? Turizm bu ham investitsiya, ham eksport, ham yangi ish o'rinlari va alaloqibat kambag'allikni qisqartirish degani. Ustuvor vazifa 2025-yilda xorijiy turistlarni 15 million, turizm eksportini 4 milliard dollarga yetkazish. Marra katta olingan, ammo uddalasa bo'ladigan raqamlar. Biroq buning uchun mas'ullar turizm qanday katta yo'nalish ekanligini, qanchalik muhimligini anglashi, his qilishi kerak. O'zbekiston yetakchisi turizm industriyasi oldida turgan 5 katta masalaning yechimini mas'ullarga ko'rsatib, tushuntirib berdi. Welcome to Uzbekistan. Uzbekistan, great country, what a great experience. Beautiful, wonderful. Buildings, very good, nice, beautiful. First of all, very clean country. Very friendly and helpful people. We are happy to be here. Город очень замечательный. I encourage everybody to come visit Uzbekistan. O'zbekiston dunyo sayyohlari uchun top manzillardan hisoblanadi. Xususan, BBCning Global Media portali ham O'zbekistonni 2025-yilga eng yaxshi sayyohlik yo'nalishlari ro'yxatiga kiritdi. Dunyo bo'ylab sayyohlar oqimini yurtimizga yanada oshirish bo'yicha prezidentimiz tomonidan katta maqsad belgilangan. Ya'ni joriy yilda 15 million xorijiy sayyohlarni jalb qilish. The New York Times nashrining 52 ta dunyo shaharlari ro'yxatiga kiritilgan qadimiy Buxoroga esa 2 million 200 ming xorijiy sayyohlarni olib kelish maqsad qilingan. Nafaqat Buxoro, balki yurtimizning har bir hududida sayyohlik imkoniyatlari katta ekanini hisobga olsak, albatta bular erishsa bo'ladigan maqsadlar. Prezidentdan muhim mesajlar. 36 ta tuman va shaharning turizm salohiyatini yanada rivojlantirish bo'yicha katta dasturni joriy qilish, milliy turizm yagona platformasini ishga tushirish, turizm salohiyatini global media maydonida keng namoyish qilish, havo transportini yanada rivojlantirish, barcha tarixiy obidalarga kirish imkonini beradigan yagona turistik karta joriy qilish, turizm ta'limi yo'nalishida malakali kadrlar tayyorlash, hududlarning turizm salohiyatini yanada oshirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida ko'zlangan natijalarga erishish bo'yicha ana shunday muhim tashabbuslar ilgari surildi. Natijalar tahlil qilindi, kelgusi rejalar aniq belgilandi. So'nggi yillarda turizm eksporti 1.6 karraga oshib, 3,5 milliard dollarga yetdi. Bu sohada 2000 dan ortiq yangi tadbirkor ish boshladi. Hududlarda turizm va servis infratuzilmasi juda tez rivojlanyapti. Xususan 8 yilda mahalliy va xorijiy investorlar 6,5 milliard dollar sarmoya kiritib, 130 ming mehmonxona o'rni yaratdi. Bu yil yana 30 mingga ko'payadi. Mana Parkentning Oltinbel cho'qqisidagi xalqaro darajadagi yangi tog' chang'i zonasi barpo etilyapti. Amirsoy maydonidan 4 karra katta. Fransiyaning Courchevel tog' chang'i kurorti rahbariyati tog'li hududlarimizda Yevropa standartlariga mos turizm maskanlarini tashkil qilishga katta qiziqish bildiryapti. Shu bilan to'xtab qolmaymiz. Boy tarixiy, madaniy merosimiz, go'zal va betakror tabiatimiz sayyohlarni 2-3 karra oshirishga yetadi. Turizmni iqtisodiyotdagi ulushini 7% ga, eksportni 10 milliard dollarga yetkazish bizni bu strategik rejamiz. Turizm bu ham investitsiya, ham eksport, ham yangi ish o'rinlari, ham kambag'allikni qisqartirish degani. Shu bois sohani rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlar bir yoki bir necha yillik emas, uzoqni ko'zlangan strategik reja va uning samarasi kelajak uchun
ham mo'ljallangan. Shu bois yig'ilishda tarmoq mutasaddilari, vazirlar, hokimlar, elchilar, bank rahbarlari, umuman vazifa olmagan hech kim qolmadi. Prezident tomonidan turizmni top driver sohaga aylantirish maqsadi belgilandi. Bugungi yig'ilishimiz dasturli yig'ilish bo'ldi deb aytsak ham bo'ladi, chunki yil davomida 2025-yil davomida turizm sohasini rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak, qanday bungacha kamchiliklarga yo'l qo'yganmiz, qanday xatoliklarga yo'l qo'yganmiz, bularni hammasini hurmatli prezidentimiz bizga birma-bir belgilab berdilar. Pirovard maqsadimiz turistlar sonini 15 millionga chiqarish bo'yicha aniq ko'rsatmalar va topshiriqlar berdilar. Bundan tashqari ichki turizmga juda katta e'tibor berildi. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Hurmatli prezidentimiz ikkita asosiy yo'nalishni belgilab berdilar. Birinchisi bu demak yangi turistik marshrutlarni ishlab chiqish. Bularni amalga oshirish uchun birinchi o'rinda biz raqamlashtirishga katta e'tibor beramiz. Hurmatli prezidentimiz 1 oy bizga muhlat berdilar. 1 oy ichida milliy platformani ishga tushirishimiz kerak va bu platforma orqali turist har qadamda turistik xizmatlardan foydalanishga imkoniyat beradi. Hurmatli prezidentimiz 2016-yilda revolyutsion qarorlari bilan desak bo'ladi, vizani liberallashtirish tizimini yaratib berganlar. Esingizda bo'lsa 2016-yil bor yo'g'i 9 ta davlatdan sayyohlar vizasiz kelishi mumkin edi va bugungi kunda bu son 93 ta davlatni tashkil qiladi va 93 ta davlat O'zbekistonga vizasiz kelish imkoniyatiga ega. Bugun aniq topshiriqlar berdilar yana Hindiston, Pokiston kabi davlatlar bilan viza protsedurasini yengillashtirish. Bunga boshqa imkoniyatlar ham bor. Bilasiz, elektron viza tizimini yaratganmiz va bu elektron viza tizimini biz hozir yangi yaratilayotgan turistik platformaga birlashtirish, unga singdirish masalasi bo'yicha ishlaymiz. Katta maqsadlar va amaliy sa'y-harakatlar natijasida oxirgi yillarda har bir viloyatimizning sayyohlik salohiyati ortib bormoqda. Tahlillarimizni Buxoro viloyati misolida davom ettiramiz. Hududga 2016-yilda 170 ming nafar sayyoh kelgan bo'lsa, o'tgan yilda bu ko'rsatkich 1 million 700 ming nafarga yetdi. Turizm tushumi esa 37 million dollardan 450 million dollarga ko'paydi. 75 ming buxorolik turizm va unga turdosh sohalarda ishlamoqda. Lekin bu ko'zlangan maqsad emas. Shu bois sayyohlarni qadimiy kentda ko'proq olib qolish va turizm jozibadorligini yanada oshirish bo'yicha yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Afshona Etno Village loyihasi Buxoroning tarixini aks ettirgan yana bir jozibador sayyohlik manzillaridan biri. Nima uchun Afshona? Chunki birinchi Renessans namoyandalaridan biri. Tib ilmining asoschisi bobomiz Abu Ali ibn Sino tug'ilgan qishloqning qayta bunyod etilishi. Qurilish jarayonlari boshlangan bu loyihaning qiymati 5 million dollar va e'tibor bering, bu loyiha to'liq ishga tushishi natijasida 2000 sayyohga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi va 100 dan ziyod yangi ish o'rni paydo bo'ladi. Bu yerning asosiy bir jozibadorligi shundaki, bu yerda o'sha davr karvonsaroyi, o'sha davr hammomi, o'sha davr bemoriston, ya'ni kasalxonasi, Registon maydoni, Dehqon xonadoni, Ibn Sinoning uy muzeyi, giyohlar plantatsiyasi, hunarmandchilik rastalari, o'sha davr ingredientlari bilan taomlar tayyorlaydigan, demak, oshxonalari, un tegirmoni, novvoyxonalar va boshqa jozibadorligi yuqori va boshqa joyda uchramaydigan tematikalik, demak, yangi manzilgoh sifatida ham mahalliy ham xorijiy sayyohlarni chorlay oladi. Prezidentning investorlar uchun yaratgan imkoniyatlari xorijda biznes yuritayotgan vatandoshlarimizning ham o'z sarmoyalarini O'zbekistonga yo'naltirib, yangi turizm loyihalarini amalga oshirishga ilhomlantirmoqda. Misol uchun 22 yildan beri Fransiyada yashab kelayotgan Saidjon Maqsudov bugun Buxoroda 2 restoran va 2 mehmonxona tashkil etib, sayyohlarga sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. 2020-yil prezidentimiz bizga imkoniyat yaratganlar bilan o'z investitsiyamni, o'z tajribamni o'zimni O'zbekistonimga, o'zimni shahrimga qilishga qaror qildim. 2020-yil 2 millionga yaqin investitsiya kirgizib, 4 ta loyiha ochdim. Bittasi Bebixonim mehmonxonasi, 19-asrning uyi, qadimligi saqlab qoldik. Mehmonxonaga bizga 40 ta xonasi bor. 80-90 ta mehmonlarni qabul qilib olamiz va restoranga 1,5-2 mingtagacha mehmonlarni qabul qilib xizmat qilib ko'rsatamiz. 4 ta obyektlarimizga 150 dan ortiq ish o'rni yaratildi. Turizm sohasida malakali kadrlar tayyorlash eng muhim jihatlaridan. Yig'ilishda prezident bilan muloqot qilgan, Fransiyada tahsil olib bugun O'zbekistonga kelib, restoran
O'zbekiston xizmatida faoliyat ko'rsatib, ko'plab yoshlarga o'z tajribalarini o'rgatib kelayotgan Ma'murjon Olimov bilan suhbatlashdik. Ma'murjon aka, Buxoroga kelayotgan sayyohlar yildan yilga oshyapti-da. Ularni ko'proq olib qolishda eng muhim yo'nalish menimcha sifatli servis xizmatlarini ko'rsatishda va siz aynan davlat rahbari bilan muloqotda ayni yo'nalishda kadrlar tayyorlashda o'zingizni hissangizni qo'shayotganligingizni aytdingizda. Mana shu uchrashuvdan keyin taassurotlar, kayfiyat qanday bo'ldi? Prezident bilan suhbatdan so'ng bu oila a'zolarim ko'zidagi quvonch, sizlarning ko'rsatuvlaringiz o'sha efirga uzatilgandan so'ng onam menga telefon qilyaptilar. Men buni aytishim kerak. Ma'murjon, mana O'zbekistonda qilsa bo'larkan-ku degan debdilar. Ovozlarda xursandchilik yig'isi bor. Dadam bu yoqdan gapiryapti, o'shida ham shu narsani ko'rdim. Bu men uchun bu katta bir baxt deb hisoblayman. Men juda xursandman, o'sha prezidentimizga, yoshlarimizga katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Bu uchun men prezidentimizga juda katta rahmat aytaman va o'shidan juda ham minnatdorman. Nafaqat Buxoro, har bir hududda turizmga katta e'tibor qaratilyapti. Hammamiz bilamiz, bu sir emas, Fransiya, Parij turizmlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha juda yuqori o'rinlarda turadi. U yerda o'qib, keyinchalik Parijda o'sha o'zbek restoranida amaliyot qilgan davrimda o'zimga o'zim aytdimki, bu demak, men albatta o'sha Fransiyani servisini olib kirishim kerak O'zbekistonga degan oldimga maqsad qo'ydim va keyin bu yerda qaytib keldim. Yaxshigina oylik maoshi aytilgandi. Men prezidentimizga ham aytdim bu narsani. Lekin bundan afsuslanmayman, chunki bu yerda endi 2000 yevroga yaqin oylik olmasam ham shu 1,5 dollarga yaqin oylik olaman. Qolaversa, o'sha prezidentimizni bizga yaratgan sharoitlardan beri unumli foydalanyapman. O'z davlatimdaman, o'z shahrimdaman, ota-onam bag'ridaman. Bu yerda qo'limdan kelgancha o'quvchilarga o'zimni bilganlarimni, u yerda orttirgan tajribamni ularga ulashyapman. Ya'ni o'sha prezidentimiz aytganlaridek dual ta'limga ham e'tibor berganimizda, universitetdan keladi, Buxoro universitetidan turizm yo'nalishi bo'yicha yoki texnikum bilan ko'proq yoshlar bilan ishlaymiz. Bugun nafaqat Buxoroning markazi, balki barcha hududlariga sayyohlar oqimini oshirish, ularga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida mavjud imkoniyatlar ishga solinmoqda. G'ijduvon tumanida tashkil etilgan Qo'rg'on sayyohlik mahallasi bunga bir misol. Turizm maqomini olishdan oldin turistlar soni bizga kam edi. Sababi Xo'jay Jahongacha kelardilar, mahallamizga kirmas edilar. Endilikda turizm maqomini olganimizdan keyin hozirgi vaqtga kelib bizga Germaniyadan, Kanadadan, Yaponiyadan, Hindistondan sayyohlar soni 5 baravariga oshdi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Yana ayniqsa kuni kecha hurmatli prezidentimiz video selektor yig'ilishlarida turizmga juda katta imkoniyatlar yaratilgani haqida gapirib o'tganlarida mana shu narsani kelib biz mahallaga targ'ibot qildik. 17 ta uy mehmonxonamiz bor edi, 21 ta ko'paydi. Hozir yana 4 tasi qurilishlarni olib boryapti. 50 taga yetkazyapmiz. 8 ta ko'chamiz bo'lsa, 500 nafar sayyohni bir kunga biz mahallamizga o'sha joylashtirib xizmat ko'rsata olamiz. Uy mehmonxonasini tashkillashtirish ishtiyoqi mahallamiz turizm nimasiga kirgani uchun shunaqa tadbirkorlik ishlarini boshladik. Shundan o'zi oila a'zolarimiz hammasi ish bilan band. Tomorqa yo'q. Tomorqa yo'q. Ikkisi hovliga keladigan sayyohlarga xizmat ko'rsatib, shuning orqasidan bir oyga 4-5 million daromad qilamiz. Keladigan sayyohlar soni kun sayin ko'payibdi. Oldin 10%, 20% bo'lsa, hozir 70% gacha ko'paydi. Ham O'zbekiston nafaqat iqtisodiy, balki turistik jozibador mamlakat sifatida dunyoga yanada ko'proq tanilmoqda. Yaqinda o'tkazilgan Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi forumiga tashrif buyurgan Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Koshtaga hamrohlik qilgan Buxoro viloyati hokimi nufuzli mehmonning taassurotlari haqida prezidentga yetkazdi. Hurmatli prezident, sizga ajratgan mablag'laringiz bo'yicha o'nlab restavratsiya obyektlari tiklandi. Ikkitasini aytmoqchiman. Mana kuni kecha Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi viloyatimizga tashrif buyurdi. O'sha o'ziz ochib bergan qadimiy Naqshbandiy yo'lakdan yurdik, ko'rib hayron qoldik. Undan tashqari Antonio Koshta ham tashrif buyurdilar va aytdilarki, men albatta oilam bilan 3 kun kelishim kerak ekan deb. Bu mana shu islohotlaringizni natijasi hurmatli prezident, mana yangi aeroport qurilishini ham asos qismini, birinchi palasani yakunladik. Yo'lni ham boshladik hurmatli prezident. Universitet qurilishini ham boshladik. Xudo xolasa ma'muriy markazimiz ham hammasi ko'chib o'tadi. Yig'ilishda davlat rahbari tomonidan O'zbekistonning xorijdagi elchilariga ham sayyohlar oqimini yanada ko'paytirish bo'yicha jiddiy vazifalar belgilab berildi. Xitoydan O'zbekistonga turistlar sonini yildan yilga oshirib boryapmiz. Albatta hozir siz bizga eng kamida 1 million nafar turist topshirig'ini qo'ygansiz. Bu yaqin yillar ichida amalga oshirishdi. Buni
Hammasini iloji bor, chunki shart-sharoitlar yaratib bergansiz, hurmatli prezident. Reyslar mana agar ilgarilari bir 10 taga ham bormagan bo'lsa, bugun o'zaro bizni bog'lab turadigan aviareyslarimiz 60 taga yaqinlashib qoldi. Tez orada Farg'ona bilan Urumchi o'rtasida ham to'g'ridan-to'g'ri reyslarni qo'yish bo'yicha ishlayapmiz, hurmatli prezident. Hamma topshiriqlar ijrosini izchil ta'minlaymiz. Qatar endi aholisi kichkina davlat bo'lsa ham, lekin har bir Qatardan turist chet elga borganda juda bir katta xarajat qiladi. Biz uchun bu katta imkoniyatlarni ochadi. Hurmatli prezidentimiz topshiriqlarga asosan Qatardan eng yirik ilg'or 15 ta tur operatorlarni yig'ib O'zbekistonga olib bormoqchimiz shu oy oxirida. Bundan tashqari mana Dohada may oyida O'zbekistondan yirik tur operatorlarni Qatarga olib kelib, bularni shu yerdagi mahalliy kompaniyalar bilan aloqalarni mustahkam o'rnatib, hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Yig'ilishda turizm yo'nalishi bo'yicha aniq topshiriqlarni oldik. Jumladan O'zbekistonga turistlarni jalb etish uchun butun Britaniya bo'ylab katta masshtabdagi reklama kompaniyasiga start bermoqchimiz. Hurmatli prezidentimizga yaratilgan imkoniyatlar va doimiy yordam uchun rahmat aytmoqchimiz va barcha topshiriqlarni bajarishga va'da beramiz. Yurtimizning ekoturizm salohiyati juda katta. Yig'ilishda davlat rahbari tomonidan ayni yo'nalishdagi imkoniyatlarni ham to'liq ishga solish topshirig'i berildi. Ekoturizmni rivojlantirishga ushbu yig'ilishda alohida e'tibor qaratildi. Prezident qarori bilan 29 ta yirik suv havzalarida suv bo'yi turizmini rivojlantirish, plyaj turizmini rivojlantirish belgilab berilgan. Bugungi kunda ushbu hududlarda tadbirkorlik subyektlariga o'z xizmatlarini tashkil etish, ekoturizm yo'nalishida eko hududlarda 38 turdagi xizmatlarni rivojlantirish belgilab berilgan. Bugungi kunda 26 ta muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning milliy tabiat bog'lari, o'rmon xo'jaliklarining master rejalari ishlab chiqilmoqda. Maqsadlar katta: 15 million xorijiy, 40 million mahalliy sayyoh, 4 milliard dollarlik eksport, 635 ta mehmonxona va mehmon uyi, 50 mingta yangi ish o'rni. Bularga erishish uchun prezident mutasaddilarga barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda ishlash bo'yicha jiddiy topshiriqlar berdi. Mavjud salohiyatdan yuqori darajada foydalanilsa, mas'ullar o'z vazifasiga sidqidildan yondashsa, bu marrani zabt etish yanada tezlashadi.